Assalomu alaykum akalar. Hop, mana yana keyingi zakasimiz olib keldik. Bular MDF seri svetda bo'lgan, high-tech fasonda. Ikki teshik, ikkita rom bor. Bitta romni chiroyli chiqdi, xudo xolasa. Bu yerda yana bitta romi bor. Hop, ular bu chekkadan ko'rsatib olay. Ayniklari gullik. Hop, endi buni ochib yopilishlari. Zammogimizni dizayni boshqacharoq. High-tech fasonga boshladik. Hop, bunisi ichkaridan ko'rsatib beraman endi. Hop, ichkaridan uyimiz bonni MDF bilan bitkizgan ekan. Hop, osha-moshalari 3 talik, qora qilib podsvet qilib qo'ydik. Hop, derazalari o'rtadan ochiladi. Ruchkasini ham yarishni qilib qo'ydik, qora qilib. Buni zamogini ham qora qilib moslab komplekt qildik. Buni orqasini ko'rsatib beraman. Eshigimiz orqasi. Hop, bularni puliga keladigan bo'lsak, shu ikki teshik, ikkita romimizni puli. Hop, 6 million so'm bo'ldi. Razmerlariga, ranglariga, fasoniga qarab puli plus minus bo'laveradi. Har xil rangi fasonlari bor, stol orasida. Hop, eshigimiz xudo xolasa chiroyli o'rnadi. Zakaslar bo'lsa o'sha nomerdamiz 99lik 607 69 00. Akfa MDF yog'och hammasi bor. Xudo xolasa telefon qila olasizlar.